Hürmetli televizyon görgüçüler, hazır görüvatqanlar Şinjan televiziya stansiya Xuyu Medeniyet Taqit şirketi ve şundaqla Şinjan Elbidar Medeniyet Media çeklik şirketi birleşip yolu koygan ular şundaq deydi programımız. Biz bu programımızda her saha, her kesipte utuq kazangan şahslarni teklif qilib ularniki öz ta'siratlari, keçmişlerini sözleş arqılı cemiyetimizge ve keng yaşlarga ilham ve medet bermekçi. Әмсе, тамаш billah, aldır biz naq maydanda bir VCR ko'rib baqayli. Talat Turdi 1962 yil 6-oyda Qizilsuv Qirg'iz avtonom oblasining Aqtu nahiyasida tug'ilgan. 1975-yildan 1978 yilgacha Xinjiang san'at institutining usul kasbini bitirib, o'qish bitirib, ona maktabida xizmatga qatnashgan. 1978 yildan hozirga qadar o'zining 30 necha yillik hayot musofasini avtonom rayonimizning san'at ma'rif uchun beg'ishlab, rayonimiz uchun sonsizlagan san'at moyisilarini tarbiyalab yetishtirgan. Talat Turdi yana o'qitish jarayonida boshqalarga bilim berish uchun o'zida mukammal, atrofli, ko'p tarafli bilim bo'lishi lozimligini to'nib yetib, 2001-yildan 2004 yilgacha Jungo san'at tadqiqot akademiyasida o'z kasbi bo'yicha aspirantlik o'qishini tamomlagan. U buninglik bilan to'xtab qolmasdan 47 yoshga kirgan yili, ya'ni 2011-yildan 2014 yilgacha Jungo san'at tadqiqot akademiyasida usul kasbi bo'yicha doktorlik o'qishini tamomladi. U o'zining ana shundoq izlanishchan ruhi bilan to'xtovsiz tirishish orqali usul kasbida tunji doktorlik unvoniga erishib, ona maktabiga sharaf quchib qaytib keldi. U qaytib kelgandan keyin o'qitish va tadqiqot ishlari bilan o'zining ilmiy amgakini boshlab, maktabdagi qo'lliq o'qituvchilarni tashkillash orqali avtonom rayonimizning usul o'qitishidagi nazariya bo'shlig'ini to'ldirdi. Talat Turdi apandi buninglik bilan to'xtab qolmasdan yana davomli turda o'zining izlanishchan ruhi orqali rayonimizning san'at taraqqiyoti uchun to'xtovsiz ilgarilamoqda. Bugünkü söhbetimiz təklif qilgan mehmon bo'lsa, avtonom rayonluq usul san'atining taraqqiyotiga belgilik töhfələrini qo'shgan san'at beg'idagi ijtihodlik, mo'l usulliq harmas bag'van, ya'ni davlatning alohida ta'minotidan bahramon bo'lg'uvchi Xinjiang san'at institutining mudiri, professor va avtonom rayonimizdagi tunji usul kasbi bo'yicha doktor Talat Turdi ma'lum. Qani qizg'in olqishlarimiz bilan qarshi olaylik. Biz bugün bizniki bu programımızga Talat ma'lumni taklif qildik. Yani bizning usul kasbida, usul soharimizda nurg'unlagan ijtihodlarni qilish orqali jamiyatimizga ta'sir ko'rsatgan shaxsi, bizning usul soharimizga nurg'unlagan cho'lponlar Talat ma'lumniki mahsuloti deyishga bo'ldi. Shunga biz oldi bilan shu Talat ma'lumniki necha 10 yillardan beri usul kasbi qo'shgan bir to'pis uchun yana bir qitim javob yutaylar. Talat ma'lum, siz usul kasb bilan shug'ullanғалы necha yil bo'ldi? 37 yil. O'qishni qo'shganda 40 yil bo'ldi. 40 yil bo'ldi. Demak siz 40 yil ilgari shu san'at institutiga kelibsizga, shundaymi? Shundaq. Shu chog'da tunji qilib san'at institutiga kirgan chog'dagi hissiyotingizni eslab boqamsiz? Nəhayət bir murakkab hissiyotda desam bo'ladi. Bir tarafdan bu Xinjiang san'at instituti mandaqcha aytganda shu davrda, shu vaqtlarda jiq yoshlar kirishni xohlaydigan, orzu qiladigan shundoq bir yaxshi maktab edi. Shunga men bu maktabga kirishni burun o'ylab boqmagan bo'lsam-mu, shu Xinjiang san'at institutidan o'quvchi qabul qilib borgan ma'lumlarninki tanlashi orqali bu iddia menga andin kirdi-da. Shunga bu maktabga kelishni şu uqtirish kerakchi bo'lgan vaqtda taqozolik bilan qachon shu uqtirish kela ya kelmas bilan shu arada arzu qilib shu davrni o'tkazdik, keyin rasmiy o'quvchi bo'lib kirdim. Yani hissiyotingiz intayin murakkabdi, shundaq. O'zingizni nihoyat tez tushunyaptingiz, shu hissiyotingizni. Anlasam kichik vaqtlaringizda musiqa chiqsa sakrab o'rningizni turib ketdingiz-ku. Belki bunda olmamız gerek. Bunda emas. Yo'q. Bunun da endi maktabga kirgan vaqtda balki kichik vaqtda musiqa chiqsimi, uning qo'l ko'tarib usul o'ynab boqqan emas. O'ynab boqqan emas. O'ynab boqqan emas.
Şoňaşka biz hemme kesiplerni fakat şu tuğma talant bilen çıkışı çıkdı dep oylasak bolmaydy. Ondan başka siz bu 40 yıl jarayanda baya meniki şu bayalarınızga en kızık gayrıma usulculuk kesbide birden bir Şinjan'daki doktor okugan şahsı. Şundak. Sizden başka doktorlar var mı? Usulculuk kesbide. Şinjan'da yok. Şinjan'da yok. Şinjan'da yok. Ta hazırgı çıkmadı. Hazırlısı çıkmadı. Demek menimce bir kesip bolgan ijtihat onunki en yüksek pellesiga idisi bilen bevosita münasebetlik. Şundak. Demek bilim kişilik hayatındaki meşale degan sizin ideyiniz. Şundak. Agar bilim bo'lmasa meshelsiz bo'lib qolsa degan gap. Şundak. Shunga bu meshal zodi qanday qilib sizga yo'l ko'rsatdi? Siz qanday qilib buni meshal deb qoldingiz? Menimcha bu ko'pchilik qiziqadigan bir nuqta. Shunga bugungi programmamizdagi hozirgi navbatda Talat ma'lumni biz bilim kişilik hayotning meshali degan temada bir maydon nutq so'zlab berish taklif qilamiz. Qani marhamat. Ben sanat institutuniki usul kesbiga kirishda men bu kesbni tanlagan emas, bu usul kesbi men tanlagan desem bo'ladi. Nima uchun deb aytganda, şu 1975 yılınki yıl 5'ida bir kuni ma'lum sebep bilan maktabga kechikib qoldim. Kechikib qolib darvozadan kirishimgila voy keldi, ana keldi degandan keyin yurgim sep ketdi meningki. Bu men bir xatolik o'tkazib qo'ygan o'xshamandimi? Bu hammalar meni ko'rsatdi deb shu tentirab shu tug'an me'morlarning oldiga kelsam, bu san'at institutidan kelgan ma'lumlar keyin usul kasbiga o'quvchi tanlaydi ekan degandan keyin men endi xiyolimda men ya usul o'ynayolmasam qanday bo'lib meni tanlar desam qarab bu badan sharoiti yaxshi ekan buni bir o'lchamga sep boqayli deb bir sinfga kirib menga santimetr qo'ydi-da. Ölçügendan keyin bunun badan sharoiti yaxshi ekan, bu balni cho'qim qabul qilsak bo'ladi ekan degandan keyin andim bu meni qabul qilarmi qilmasmi degan xiyol kirdi. 2-3 oy shundoq o'tgandan keyin oxirida salomatlikni tekshirsin deb bir jadval keldi, shuning bilan umid bor o'xshaydi deb salomatligimni tekshirtib yana yo'llagandan keyin oxiri 9-oyda uqtirish keldi. 11 ayda maktabga kelib tizimga aldırdık. Şu vaqtda endi tizimga aldırış vaqti şu 11 ay ekan. Shuningdan boshlab baya degandek usul sinifiga o'quvchi bo'lib kirib, qo'shimcha tarjimonlikni o'rinlab 3 yillik natijada yaxshi tamomladim, yaxshi o'rgandim desam bo'ladi. Oxiri 3 yillik o'qishni tamomlagandan keyin maktabga ma'lum bo'lib kelib qoldim. Texmi algı ilgirleş için köprak materyallarını görüp chet elning usullari, memleket içindeki usullarının taraqqiyatı qandaqdır. Men ballarga amal ba, en yeni usulda, en yeni bilimlerini berişim gerek degan to'g'riliq material ko'rishga majbur bo'lib qoldim. Bunda izlengandan keyin o'zimninki burunqi egallagan bilimimninki nahayat azligini acizligini es qilib ko'plagan usul to'g'riliq material ko'rishga izlandim. Bu vaqtda Uyg'urcha materiallar nahayat az. Hanzuchasida ko'p, yana kelib ingliz tilida va boshqa tillardagi materiallar biroz ko'p. Buni qanday qilib o'quvchilarga aynan yetkazish deganda mushularninki aynan yozgan tilini tushunishga qiziqdim. Şunun için İngilizce kursuga verip İngilizceni öğrenishga tirishchanlik ko'rsatdim. Hem de bir chetdan o'quvchilarga ders verip, yana bir chetdan kashlik kursuga verip öğrenish qilib, o'rgangan siri, chunqurlab kirgan siri bu meningki hayotimda ham o'quvchilarga ders berish jarayonida o'quvchilar mening darsimga kirishni shundoq orzu qiladigan, xohlaydigan Talat ma'lumning dersi kendisi çok gelip kechikmay oldin kirib harakat qilib turadigan holat shakllandi. Bu men uchun bir medet oldu. Shuningga yanama ilgirlash uchun
Çoğla marifıda usulninki, bizdinki Beijing Usul İnstitutu bilen Şinjan Sanat İnstitutu'nunki birleşip açkan tuncu nöbetlik maxsus kurs katılımındaki okuşunu şunun tizimlitip okuduk. Hem de demek tirişip, ügünüp, okuşlarga ders ötüş, bir fakultetni yaxshi boshqarish, o'qituvchilarni birdek yeteklab, algı ilgirlash jihatda meningcha oldin menda bilim bo'lmasa, men ularni yetaklayolmayman. Men orqada turib sizlar qilinglar desam, nima qilamiz biz, nega boramiz desa, uningda men ojiz gap qolaman. Shuning uchun Şiyanga bir yil ingliz tili o'qidim. U yerdan qaytib kelgandan keyin chet elga chiqib o'qishni iltimos qildim. Demak, kechikkan bo'lsa-mu, 10 yildan keyin bu Amerikaga chiqib bir o'qish fursatiga erishdim. Bu jarayonda o'zimninki inglizcha material ko'rish, shular bilan bo'lgan fikr almashtirish jihatda algı ilgilash bo'ldi. Bunun da xalqaradagi oliy maktablarninki ahvolini kuzatdik, berib so'zlashdik. Nurg'unlagan yangi ideyalar keldi. Shuning bilan maktabga qaytib kelib, o'qitish jihatda bir islohot olib berishni o'tirib qo'ydim. Buning da har bir kasbninki mushundaq bir tür, misolga san'at kechiligini elish, loyihalash kechiligini, shundaqla mushu qurilish olsun, öy bezash olsun, her taraftaki tür meblağı orqali san'at ma'rifi bilan bozorni zich moslashtirib, o'qituvchilarni ko'proq sahnaga chiqib o'rinlash, ko'proq ijodiyat qilish, shundaqla yana mushu bozorga yuzlanish orqali o'zining o'rnini ko'tarish mahsulotni qo'ygandan keyin bizning maktabda ijodiyatda bir gullanish bo'ldi. Bunu qo'yishdan burun fakultetlarga kirib tashabbus qildim. Mandaq tür mablag' va iltimos qilinglar, ma'ni qilinglar degandan keyin tuyuqsiz o'zim bir kuni turib o'ylab, bu hammani qilinglar debdimi? O boshliq bo'lgan odam o'zi qilib bizga bir ko'rsatib qo'ysa, undan qilmamdiq agishib degan bir gap bo'lib qolmasin. O'zim bir boshlab qilay deb bizningki usul fakultetidagi yosh o'qituvchilar bilan birlashib usul ijodiyatiga kirishdik. Bizning ishlagan usullarimiz usullik gimnastika, shu ishlagan ijodiyatlar xalqaroda, mamlakat ichida va avtonom rayonda 15 turga yaqin oltin mukofotga erishdik. Demak, har bir sohada, har bir kasbda masalaga duchor kelish emas, masalaninki kelib chiqishni oldin mo'lcharlash bizda ojizkan. Amerikaga berib, shu mutaxassislar bilan so'zlashish, shu mutaxassislar bilan tajriba almashtirish to'g'risida so'zlashganda ular hadisi kelgisi 10 yildan keyin Jungoda manda narsa bozorga selindi, ham shu vaqtda buning iqtisodiy unumi ko'rildi deb 10 yil burun tadqiqotga kirishib, uni shunda chiqardi ekanda, biz davomli masala ko'rilgandan keyin shu masalani hal qilish to'g'risida o'ylashib ekanmiz. Bu menga qattiq ta'sir qildi. Nima uchun bizmi o'zimizningki mayli san'at maktab bo'lsin, mayli boshqa sohada bo'lsin, oldin tadqiqot olib berib, kelgusidagi 10 yildan keyingi bozorni egallash, shu 10 yildan keyingi iqtisodiy unumi yaratish turlarini o'ylamaymiz deb kelib, bu ta'sir qilgan narsani o'zimizningki san'at ma'rifida oldin mo'lcharlash, oldin tadqiq qilish, kelgusidagi nishonni belgilash degan narsada o'ylandim. Ham bu vaqtda jiq materiallarni ko'rib, izlangandan keyin o'zimninki bilim qurilmamninki shundoq ojizligini, mush gapni qilib qo'yib, mush gapninki natijasini chiqara olamanmi degan narsada o'ylab, aqaqadan to'liq kursidinki sinfga tizimlatib, uni o'qib,
yana Jungo San'at Akademiyasininki aspirantlık kasbiga tizimlatib, onun da o'qishini tamamladı. Bu vaqtda dal Şinjan'da bir usul ko'rigi bo'lib qoldi. Shu ko'rakda saqlangan masalalarga qarata ko'proq fikr qilib qoldim. Mening bu fikr qilishimni shu kunlarda Beijing usulchilar jamiyatiga va Beijingdagi dаңliq mutaxassislarga bizningki shu baholashga qatnashgan ustozlarning birisi xabar qilib, Talat bugungi baholashda manda yaxshi fikrlarni qildi degandan keyin menga Beijing usul institutidan bir muavin müdür telefon qildi. Seni shu Zuhayun xonim bir ko'rsam deydi, san qiz qilib qopti degandan keyin bo'ladi, men boray deb Beijingga berib kurashdim. Kurashgandan keyin sening iddiyang, seninki san'atga qo'shgan tuhfang asosan shunday yaxshi ekan. Sen davomli o'qisang olmamdi dedi. Men dedim 50 ga yaqinlab qopti, men endi o'qib nega boraman? Hozirgi shu professorlikni qilib, singanlarni yeb, o'zim asta shu turmushimni xotirjamlik o'tkazishga tirishchilik ko'rsatay desam, zoyi ketadi. O'ylash bak, o'qiyman desang, biz usulchilar jamiyatidan va yoki san'at akademiyasi tarafdan sana yeşil chiroq yoqishga tirishchilik ko'rsatamiz. Chunki sening yeshing o'tib ketibdi. Degandan keyin men dedim, bir yosh eshib ketibdi, shunga o'zim ikkilinib turaman. İmtihondan o'tolmay qolsam, Şinjanga qanday qaytaman? Qaysi o'zim bilan berib men doktorlikka imtihon berib o'tolmay keldim desam, sattumamdi deb o'zim majatda ko'proq o'ylanib qoldim. Meningki bu o'yimni o Zuhayun xonim bir qarab, never say too late deb bir inglizcha bir gapni dedi. Bu degani men kechikdim degan gapni ikkinchi og'zonga og'ichi bo'lma. Bilim her vaqtda bunu egallashga vaqt bununla chek qo'ymaydi. Qachon o'g'inaman desang, bununla sharoit, fursat bor. Sen o'ylash bak. Agar sen imtihon beraman deydigansa, men o'qituvchilarni o'rinlashtirib sana alayda shu yordam qilishga, men material izlashga yordam qilaman dedi. Rahmat deb yenib chiqdim. Qaytib kelib ayolim bilan maslahatlashdim. Cho'nglar bilan maslahatlashdim. Bular o'qi. Sen o'qib ketsan dedi. Şunu bilan yerim yildan keyin bir xizmat munosabati bilan berib, men o'qiydigan bo'ldim desam, yaxshi o'ylabsan. Biroq doktorlikdan o'tmak bak tas iddiyanda tayyorlik olsun. Qattiq tirishmasang, o'rganmasang, biz mi yordam qilolmaymiz degandan keyin andaqda men Şinjanda tursam, men bu tayyorlik qilib bo'lolmayman. Men mush Beijingga kelib, o'zimni bir uyga solab, obdan tayyorlik qilay deb yerim yil burun Beijingga bordim. Beijing usul institutidan menga yordam qilgan asosda chet ellik mutaxassislar o'quvchilar yotadigan uydan birini ajratib berdi. Yotaman desang, Misha seninki qandaq material bo'lsa, biz sana yordam qilamiz. Seni Zuhayun xonim bo'lsin, usulchilar jamiyatidagi Feng Shuangbay jusilar olsun, reislar olsun, hammasi Talatga yordam qilinglar deb topildi. Yordam qilamiz dedi. Voy rahmat dedim. En uzun talaq chiqmagan vaqtim bir hafta. Menga bu vaqtda tala yo'riqmi, kun chiqdimi yoki kun patdimi, menga munosabatsiz. Uyqum kelsa pokkada tushib uxlayman, azroq silkinib o'yg'onsam, shu zaman yod elish, material ko'rish yerim yil ashundoq o'tdi. Yerim yilda nurg'unlagan, tushunmagan, g'uvoqum bo'lgan narsalarni aniqlab oldim. Oxiri Jungo San'at Akademiyasininki doktorlik imtihonisiga qatnashdim. Mening yetakchi o'qituvchim
Zihayun, endi mandaq deb aytganda mamlakat bo'yicha dаңlıq arbab. O'zi ham usulshunoslik, shundaqla tadqiqot jihatda qo'sh unvonga erishgan. Mamlakat bo'yicha umrlik professor ham tadqiqotchi deb nom olgan. U xonimninki har qatim darsga olgandimi shundaq hurmat bilan fikrlashib, o'zimning ideyalarini deb saqlangan masalalarni so'rab qildik. Bunun da boshqalarninki farzi bo'yicha aytganda, talat necha qatim ko'z yesh qilgandi, keyin cho'qim so'raymiz deb qiziqqanlar bo'ldi. Keyin 3 yilni shundaq tamomlab, 3 yildan keyin sen necha qatim yig'ilding deydi. Men bir qatim yig'ilmadim desam, yo'q. Zihayunning o'quvchilari necha qatim ko'z yesh qilmay o'qish bitirolmaydi dedi. Men dedim, men xonimninki mendan so'ramoqchi bo'lgan savoliga, menga bergan topshirig'iga astoydillik bilan qarab, materialning hammasini to'liq ko'rib, shuni o'zimga singdirib, o'zimning fikrim bilan xonim bilan fikrlashaman, so'zlashaman. Shunga har qatim yaxshi degan baho bilan yenib chiqaman desam, bu bir mo'jiza. Ya xonim eng oxirgi osonlik millat o'quvchisiga alayda ko'z qarashda bo'layotamdi deydi. Uni so'ras dedim. Mening xonimim Zihayun oqqan rak kasali bo'lib qolganda, u meni qabul qilganda men qachon o'lib ketishimni bilmayman. Biroq men o'lib ketishdan burun cho'qim seni shu eng oxirgi diplom elishga, baholashdan o'tishga men vaqtni oldiga suraman. Sen ideyanda şunun tayyorlik olsun, şunu birinci yılınızdan seninki doktorluk makalanın temisini bekititli. Dep biz aldın bekitip ettik. Hem her kıtım basak maksatlık alda şu temi doğruluk fikirleşimiz, şu temini kandak terakki kıldırış doğruluk fikirleşimiz. Bu temi bolsa Uygur usulninki kelip çıkış menbesi doğrusundaki tadqiqat. Hem her kıtım meninki maqolamni o'zgartgan vaqtida qo'llari yorilib ketgan, kech-kechalab shu men tasaddi bir burun o'lib ketib qolsam, tugab ketib qolsam, mushtalat o'qish bitirolmay qolsam, men qanday ko'z yumma degan bir idea bilan menga demisimi alayida vaqtini ajratdi. Ham o'zi yetishib qolmasam, sana yordam qildigan ikki doktor va deb ularni menga yordamchiga avatdi. Hem demek ta'sirlandim. Muşu o'qituvchi o'zininki hayotining oxirgi bosqichiga berib qolgan vaqtdimi, meni deb bir o'quvchisini deb kech-kechalab uxlamay mening maqolamni o'zgartib, o'zgartish tegishli yerlarga qizil xatlar bilan yozib, ashunda qilsam men bir sog'lom turgan odam mening tirishmaydiganiga nima haqqim bor? Shuning uchun muşu tırışkanlık, muşu ügengellik ahirki doktorluk ügünüşümde esqatdı. Malumlarla fikirleşiş olsun, söhbetleşiş olsun, malum temide toxtalgandı mı, malumların kızıkışını qozgudum. 3 yıl tırış jarayonida bu o'qishni yaxshi tamomladim. Demek, ahirki sözüm, tirishsak, her bir kasbninki o'zimizga turg'izilgan g'oya, nishonni belgilagandan keyin, tirishgandan keyin baxt ishga olsun, mayli o'zimizning ta'limi olsun, her tarafdan yo'l ochiq, her tarafdan yaxshi ishlar oqoqidan keladi ekan, kutib turdi ekan deb shuni tamomlamoqchi. Esil notuqdan birini so'zlab o'tdingiz, ha? Lekin notuğunuzdan biz nurg'un narsani es qildik. Endi undan boshqa demak siz san'at ma'rif bilan shug'ullangan shaxs. Sizniki san'at ma'rifingizningki natijasini biz ko'rdik desak bo'ldi. Chunki yana oldimizda o'tag'an Gulmira Mehmet Jungodagi
Eng yaxshi usulchi, ha? Her bir emgekninki keyinde nurgulluğun tirişçallıkla ve ecir kılışla buludu. Hem de tüvende otağın bizden yaşlanan vekilleri talat malını sual sorsak buldu. Ha? Assalamu alaykum talat muallim, altın tininiz aman bolsun. Ushbu munosabat bilan siz bilan asralashib turganimdan o'zimni intayin baxtiyor his qilyapman. Menmi boshqa savodoslarga o'xshash bilim shaydasi Guliston, hammanglarga o'tliq salom, ali ehtirom. Konlar aytgan hayot o'zining agir to'qayligi achchiq-chiq hikoyalar bilan shirin deb. Bu yerdan beri sizning shunday hikoyalaringizni anglab o'tdik. Endi meni qiziqish paydo qilgani, sizning oliy maktabdagi o'quvchilik vaqtingizda sizga eng ta'sir qilgan ish qaysi edi? Shuni bilgim kelib qoldi. Rahmat sizga. Sizningki bu savolingizdan eng ta'sir qilgan ish desangiz, menga maktab hayotida ta'sir qilgan ish yomonchiq. Birinchisi, men o'zimni Aqto'y noyisidan shundoq bir chet noyidan shu Urumchiga kelib san'at beshigida o'qiyapman. Meningki mishadagi o'qishim va shundoq menga bo'lgan kishilarningki pozitsiyasi meni qanday qaraydi degan narsaga qarata qiziqibdim. Shuning uchun o'zimga talabni bakrak yuqori qo'yib, o'rganish orqali o'zimning tirishchanligi orqali sinfda tarjimon bo'lish orqali yana sinf hayiti bo'lib qoldim. O'zim turib, shu meningki tarjim qilishim va mening bilimim qarta shu o'rganish hayiti bo'lsa bo'ldi ekan deb meni ma'qulladi. Men bundan taxamroq tirishsam bo'ladi ekan deb menga ta'sir qilgan narsa birisi bu bo'ldi. Ikkinchidan bir qizning muhabbat to'g'risida menga bo'lgan bir tanishib qolsak degan xatni topshirib bak xo'sh berdim. Bo'lamış ikkinlab desem ha. Belki şu kadını yadı bilsek değmezsiniz ha. Talat muallim yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Assalomu alaykum televizor ekran oldidagi qadrli ko'ruvchi do'stlar, yaxshimisizlar? Men Shinjang san'at instituti diktor riyosachilik kasbining o'qituvchisi Mihray Pattar bo'laman. Rahmat. Rahmat. Talat muallimdan shunday bir savolni so'rag'im kelyapti muallim. Sizning shu doktorlikda o'qishdagi shu kasbni tanlashingiz, doktorlikda o'qishingiz, sizning buningdan keyin shu rahbarlik xizmatingizga va shu kasbiy xizmatlaringizga qanday ta'sirlarni ko'rsatdi deb o'ylaysiz? Birinchidan, ilmiy tadqiqot jihatda o'zingizningki o'rnini, bilim qurilmangizni belgilab berib. Doktor demakdir, ko'pni bilib, universal bilimga ega bo'lgan ham ma'lum sohada mutaxassis degan ma'no bilan tangmag'du. Bunda bo'lgankan maktabningki o'qitish, tadqiqot boshqa allar bilan, boshqa mamlakatdagi san'atkorlar bilan tajriba almashtirish jihatda tang o'rinda turib, fikrlash jihatda muhim rol o'ynaydi ekan. Hamda maktabningki boshqarish va maktabningki o'qitishida yetakchilik rol o'ynaydi ekan. Shuning bilan men bu doktorlikningki foydasini jiq ko'rdim desam bo'ladi. O'qinglar, bu nihoyat foydali ekan. Assalomu alaykum Talat muallim. Assalomu alaykum ekran oldidagi ko'ruvchilar. Assalomu alaykum maydondagi tomoshabinlar. Shinjang san'at instituti Tambir o'qituvchisi Abduvali Sattardan hammanglarga o'tliq salom. Men bu qatim bu Talat muallimningki mudirimizning nutqini anglab men Talat muallimni qaytadan bir to'niyotman deb his qilib qoldim. Endi biz yoshlarni tirishyapmiz, shaxsan menmi tirishyapman deyman. Talat muallimning shu o'qish hayotidan boshlab shu hozirga qadar bizga mudir bo'lib kelayotgangacha qadar mushunchalik tirishib, mushunchalik natijalarni yaratgandan
Muşuncha tirishchanlik ro'yidan men shaxsan o'zimni hech qancha tirishmabdiman deb o'ylab qoldim. Endi men Talat Mo'limdan bir savolni so'rab baqsam, endi bizning bundan keyingi san'at ma'rifimizning taraqqiyot yuzlanishiga o'ylaganlaringizni bir bilib baqsam demoqchi. Devletimiz hazır günden günge kudretlik devlet bulup halkarada özününki ornu götürülüyordu. Demek devletninki medeniyet, marif bulup mu asıllık milletlerninki medeniyetiga berilayotgan etibar, gamxor günden günge küçüyordu. Hem demek kelgüsüge bo'lgan nazar nima deganda devletninki Şinjan'ı Yipek yoludaki medeniyet merkezi kılıp kurup çıkımız degan muşu çakırıkka avaz koşuş için kelgüsü de Şinjan'ın sanat marifi halkaraga üzülüş gerek. Memleket içindeki sanat mektapları bilen ve kesbi institutlar bilen boğan alakını tekrar küçeytiş gerek. Küçeytkende tecrübe almıştırış, okutuş cihetten okuşlarını terbiyeleş, okutuşlarını terbiyeleş doğrusu da hemkarlaşışını biz bağan sıra bununla boğan etibar ve özümüzdeki nazarini bununla köprak acırtıvatımız. Şunda özara tecrübe almıştığında özümüzün artıkçılığını ügengende biz özümüzdeki Şinjan sanat marifinin orununu yaxşı tanıyımız ve onu terakki kıldırışka bizde bir nişan payda oldu. Şunun için meninki oyumda kelgisi Şinjan'ınki sanat marifini orta ziyarlı emas, belki bütün halkarada şöyle yukarı nüfuska erişken özüge has alaydığı var. Bir sanat marifinin böşüge Muşu Şinjan'da, Muşu Sanat İnstitutu'da ve Muşu Sanat İnstitutu bilen bir gavdi şekillengen mekteplarda Muşundak bir algı ilgirleş, halkaraga yüzülünüş, memleket içinde bu küçük bir mektep bulup çıkışka tırışçılık göstermekçi, hem Muşu jette tırışıvatımız. Menimce Şinjan sanat marifinin kelgisi parlak dep qarayman. Ben Şinjan Sanat İnstitutu'nun usul okutkuchisi Gülmira Muhammed. Endi mening bugun sizdan mishtaq so'ramoqchi bo'lgan savolim, mening opam dadam shundaqchi jamiyatda bir xil hodisa bor. Mush usulchilarningki kallasi noit oddiy, put qo'li bek taraqqiy qilgan. Men o'ylayman usul kasbi u ahliy emgak bilan jismoniy emgak tang bevosita ilib beriladigan shundaq bir kasb. Endi ma'lum sizcha biz qanday qilganda bu jamiyatdagi kishilarning bizga bo'lgan ko'z qarashini yaxshi bo'lgan ko'z qarashlar ko'proq bo'lsa, boshqa xil nazarda qaramasa, bizning texnik ko'proq to'g'ri yo'lda haqiqiy tushunishini bek umid qilamiz. Mana shu to'g'risida so'zlab bergan bo'lsangiz. Rahmat. Yaxşı sual oldu. Bununla özünüz mü cevap verdiniz? Nima için degende? Çünkü yaxşı usul en ahırkı musabıqsıda sizning üstünlükni egallaşda bahalıqçılarınki bo'lgan bahası Gulmira Mehmetninki universal sapası yuqori ekan. Nayet yaxshi deb hamma kishi sizga barmoq sundi. Endi demek şu sebepten hem özünüzün tırışçılığı arkalık Abdunum Rahim boyunca Münevver Partiya azası tötte yaxşı okutkucu bop bugün bütün Şinjan halkıga tonulup tursiz. Hem de demek tırış arkalık bilim kurulumumuzdaki ilgiriş arkalık, kötürülüş arkalık memleket içindeki meyli her kaysı sahada olsun şularının hürmeteki sazaveri olvatımız. Ben bir usul marifçisi hem icadiyetçisi muşahda tamaşibillah televizyon aldıdık göremenler özü düşünüp aladı bunu. Rahmet. Gülmira naiti halkılık sualını sordu ya. Menimce bu sualını bütün cemiyet koygan sual. İşkinlar bay Gülmira aytgandek işkinlarniki muşu ideyani o'zgartish ko'rsatgan töhpanlar allaqachon intayin zo'r deyishga bo'ldi.
endi sizlarga o'xshash texmi ko'plab kishilar chiqsa, kelgusida texmi zo'r o'zgarish bo'ladi. Sizlarning bu o'zgartganingizga rahmat deb aytaman. Assalomu alaykum. Talat ma'lum kanalingiz teshikmi? Men Şinjan San'at Institutidan Arzugul Abdurashid bo'laman. Rahmat sizlarga. Talat ma'lum, men yuqorida sizningki nutqingizni anglab intayin hayajonlandim. Rost haqiqatan men o'ltirib bir xil hayajon ilkida bir xil xayollarga ketib ketdim. Va shuni his qildimki, odam tirishsalam cho'qim bir natijani qo'lga keltirdi ekan. Men bu bir usul sahasidan chiqqan bir qiz. Mening asli kasbim shu Şinjanda tunji balet usulini o'rganganman aslida. Keyin bara-bara shu film sahasiga shunda qadam qo'yib, astola natijalarni qo'lga keltirdim. Talat ma'lum, men sizdan so'raydiganim, qanday qilganda shu tirishchanlik ruhni davomlashtirg'ili bo'ladi? Shu tirishchanlikni uzildirmay oxirgacha davomlashtirg'ili bo'ldi. Shu to'g'riliq biz yoshlarga bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Yaxshi savol bo'ldi. Birinchidan, bizningki jamiyatimizda nurg'unlagan yoshlar tirishchanlik orqali o'zining taqdirini o'zgartirib, yaxshi kunga erishib, baxtli yashayotdi. Endi yana bir tarafdan aytganda, bizningki o'quvchilarning qatorida bo'lsin, yoshlarımızdan qatorida bo'lsin, o'zining hozirgi turmushiga, kelgusiga bo'lgan bir g'oya, bir nishon ko'z oldidagi yaqin bir yillarga qarab bekitilgan. Men bayaq deb o'tdim, odam hayotlan bo'ladi ekan, buningda nishon bir g'oya bo'lish kerak. Men bizningki shu yoshlarimizningki oliy maktabga kirish oldidagi tirishchanligiga hurmat qilaman, opini o'qiyman. Bu nihoyat yaxshi. Kech kunduz yod elib, tirishib, men shu 6-oyninki 7-8 şu neçə gündəki imtahandan çoxum yuqori natija bilan oliy maktabga o'taman deb tirishdi. Oliy maktabga o'tdi, bu tirishchanlik %50% suslab, men bek charchab ketdim. Endi men turmushninki halovatini ko'rmasam bo'lmaydi. Men bir tarafdan yoshlik muhabbatlashib turmushninki lavzini sursam, yana bir tarafdan kasbni tirishchanlik ko'rsatib o'qiyman deydi. İkisininki münasebetini almashtırıp qo'ydi. Shuning uchun bizda yoshlarımızda tirish ruhi az. Bizningki hozirgi darsni o'rinlashtirishimizdimi ilmiy usulda o'rinlashtirilgan. Kuniga 4 soat, 6 soat dars. Shuningdan ortiq vaqt bolalar o'zi belgilaydi, o'zi tirishchanlik ko'rsatdi, o'zi tanlab o'gindi deymiz. Ko'plagan saboqdoshlar mush vaqtni nihoyat yaxshi tirishib, algı ilgirlab maktabning ta'libidan chiqalaydi, ham yaxshi o'qiydi. Men ma bir necha yilninki ichida har qatim shu maktabninki har turli mukofotiga erishish nisbatida qarab ko'nglim yerim bo'ladi. Nima uchun deganda, bizningki mayli janubdan kelgan bo'lsin, mayli shimoldan kelgan bo'lsin, bizning milliy bolalarninki shu mukofotga erishish nisbati tuvan. O'zimni qiziqdim, bolalar bilan suhbat qildik. Bayaq deb o'tgandek, tirish ro'yi oz. Ko'chammisam bir gap bo'la. Yo'q, nima uchun ko'chammayman? Meni ota-onam shunchalar jafo mushaqqat bilan, shunchalik qiyinchilik ostida rasqutlarni to'plab meni mush maktabga avatgan ekan, mening har soatlik darsni men 20 necha qo'yga setib olaman ma darsni deb hisob qilsa, bizning bolalarimiz shu pulning qimmatiga tirishchanlik ko'rsatib, o'qib, ota-onasiga, jamiyatga, maktabga bir yaxshi talab qaytargan bo'ladi. Lekin bu idea bizda sus. Men Yaponiyaga 4 qatim chiqdim, nurg'unlagan bizningki oliy maktabdan chiqib o'qiyotgan bolalar bilan, o'zi pul xarjlab chiqib o'qiyotgan bolalar bilan suhbat etib bordim. Bir o'quvchining gapi nihoyat ta'sir qildi. Talatga men hozir yashashga qaytdi. Iroda paydo bo'ldi. Meni bizning uydagilar pul xarjlab 30 ming yuan xarjlab, sen Yaponiyada o'qisan keyingi turmushing yaxshi bo'ldi deb munosabat bilan akab qo'ygan. Bu akagan kishi Yaponiya degan shu, yotadigan mavo. Bugun seni 30 ming yuanga men seni mishak akeldim, mening xizmatim tamam. Bugundan boshlab o'zingning turmushini o'zing qandaysan degandan keyin
xizmat topay desa bir og'iz yaponcha til bilmaydi. Buningga yordam qilgudek saboqdoshlari buning bilan ahvoli o'xshash ekan, pul berolmaydi ekan. Shuningga bir irodaga kelib, qattiq kech kunduz uxlamay yapon tili o'rganishga tirishdim. Azroq qazilib kursiga kiribdi. 3 oyda yapon tilini egallab bir xizmatga erishgidek holat shakllandi. Hozir o'rta maktabni tugatib, oliy maktabga kirib, yana to'y qilib, 2-3 balasi bor. O'zi restoranchilik yapında. Turmushi shunday yaxshi. Ham demak, tirishchanlik ko'rsatsa, menimcha yengil bo'lmaydigan qiyinchilik yo'q deb qarayman. Assalomu alaykum Talat muallim. Men bu yil Xinjiang san'at institutidan doktor riyosetchilik kasbiga qabul qilingan yosh bir student. Talat muallim, sizdan so'rab baqsam, navbatda Abdum rayonimizning san'at sohasida saqlanayotgan masala qaysilar deb qaraysiz? Mushaqt bir to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Menimcha ixchonlab aytganda, bu san'at sohasida bo'lib, bu san'at ma'rifida ixtisoslik shu danliq universal sapası yuqori shunday o'qituvchilarni tarbiyalashda mayli jamiyatdan bo'lsin, mayli maktabdan bo'lsin, mush tarafda bir yetishilmaslik ahvol bor. Biz buni his qilgan vaqtda hukumatninki chiqargan jiq belgilim tuzumlari bor. Shunday o'qitishda har jihatda qo'llaydigan, shunga tushadigan odamlarni tepib, yollab, shunga bahramon qilish desak, shunga adam topolmay qolamiz. Bayada deb o'tgandek, yaxshi ustoz bo'ladi ekan, yaxshi mutaxassis bo'ladi ekan, uningdan shu sohada yaxshi yaramli xodimlarni tarbiyalab chiqishga bo'ladi. Endi bizda saqlangan masala shu o'qituvchilar qo'shinini saviyasini ko'tarish, xalqaro darajalik, mamlakat darajalik mutaxassislarni tarbiyalashda har tarafdan bo'lgan ko'ngil bo'lish olsun, mush tarafda ojiz. Biz bunga kuchayotimiz. Rahmat. Talat muallim bilan aytdi, yaxshi paranglashdik. Bizga nurg'unlagan uchur, bilim va ideyalarni berdi. Demak, Talat muallim usul sohasidan chiqib, oxiri buningda kasbiy sohada to'liq bilim ilib, ondan ma'muriyat sohasiga kirib, butkul san'at sohasiga ta'sir ko'rsatayotgan shaxs. Shunga Talat muallimning butkul bayonlaridan va jarayonlaridan biz shu narsani cho'nqur his qildik. Faqat bir odam o'z kasbini so'ygandilar. Mayli u kasb qanday kasb bo'lishidan qat nazar. Uningga cho'nqurlab kirganda, uningga o'zining barliq ijtihodini berganda, cho'qim muvaffaqiyat ishiga uningga ijiqliq bo'ladi. Ko'pchilik rahmatlar sanab ko'rishaylik.